Chilgiz Aytmatov 1928-yili 12 dekabrda Talas oblastinin Qaraburo rayonidagi Sheker ayilida tug'ilgan. Al 1948-yili veterinarlik texnikumda, 1953-yili institutda, 1956-1958 yillarda Jogorka adabiy kurslarda Moskvada ayaktagan. Andan keyin jurnalist Literaturniy Kırgızistan jurnalida redaktor bo'lib ishlagan. SSR'dan adabiy basılmalari Noviy Mar jana Literaturniy gazetaning redkollegiyasining mujozi Inostrannaya literatura jurnalida redaktori bo'lgan. Chigarmachilik soyuzlaridan yetakchilik qilgan. Olimi 90-yillardan boshlab SSR'dan jana Qirg'iz Respublikasining diplomatiyalik missiyalarini boshqargan. Chilgiz Aytmatovning chigarmalarining jaralishini aning balalik chog'idan Atomikenlik so'g'ish yillarına tush bo'lishi birdan-bir sebep bo'lgan. Chilgiz Aytmatovga aning dunyoning ko'pchilik eldarining tildarini ko'tarilgan Jamila povesti dunyolik ataqdan olib kelgan. 1963-yili Dolor Jannat Tağlar bayani jiynagi uchun Aytmatov Lenin siyligini tatuqtuv bo'lgan. Yozuvchining chiqarmalari aning 60-80 yillardagi betma-bet, Qizil Joluq Jaljalim, Foto Ko'z, Birinchi Mugallim, Samanchining Joli, Janbarim Gulsari, Aq kema, Erta kelgan turnalar, Qiyomat, To'lg'or qulaganda romanlari madaniy ma'nodagi dunyolik o'qiyaga aylangan. Chilgiz Aytmatovning kitoblari 170 dan oshiq tilga ko'tarilib, 60 milliondan oshiq nusxa basilgan. Al qo'mda bilim beru, tarbiyalov prosesini ajralg'iz bo'lagini aylanib, dunyoning ko'p o'lkalarida maktabga jana universitetlarning programmasına kirgan. Qirg'iz Respublikasining yozuvchisi, sotsialistik emgakning batiri, Qirg'iz Respublikasining batiri Chilgiz Aytmatov 2008-yildan 10-iyunda 80 yosh kuragida dunyodan qaytadi. Biroq aning chiqarmalarini Qirg'iz jana boshqa ulug' el uchun tubulik yashay beradi. Chigarmaning paydubalini turg'izib, bu dunyoga tanitdiniz Qirg'izni qiyin kezde qarmandarin jaratgan kimdir bilbaydi Qirg'iz o'g'li Chingizdi. Yildiz o'chbaydi, Chingiz o'lbaydi degandey ay olamga jaraq nurin taratdi. Atin dunyo to'rqo'li to'y bererdi, gul saratdi, chapgan bo'ydoy taratdi. Tulpar barat kerakdek jarqirab, tuyoqlari tash ustida chanchiladi. Chindigimda chilgan